Gazoblok tanlashda qaysi jihatlarga ahamiyat berish lozim? Ishlab chiqaruvchi texnologiyasida sertifikatga ega emasligi gazoblokka avtoklav va noavtoklavligidan farqi juda ham katta bo'ladi. Avtoklav gazobetonlar juda ham afzal hisoblanadi va O'zbekistondagi amal qilayotgan me'yoriy hujjatlarga ega bo'lgani bu ertaga qurilish jarayonida laboratoriyalardan o'tkaziladi, shu joylarda bizga yordam beradi. Gazoblok tanlashda narxiga emas, balki texnologik ko'rsatkichlarga, qulay sharoitligi, logistikasiga qarab turib tanlangan ma'qul hisoblanadi. Sifatli va sifatsiz gazoblok farqi. Sifatli va sifatsiz gazoblok farqi, sifatli gazoblokda o'lchamlari tekis bo'ladi, zichligi stabil bo'ladi, yorug'lari, mikrotechniklar hech qanaqa ko'zga tushmaydi. Sifatsiz gazoblokda o'lchamlarida katta farq beradi, burchiklari singan va issiqlik o'tkazishi, namlik o'tkazishlari juda ham yuqori bo'ladi sifatsiz gazoblokda. Qurilishda gazoblokni qo'llash qanday afzalliklarni beradi? Gazoblok o'zi yengil mahsulot bo'lgani uchun bu bizga fundamentida ortiqcha armatura ishlatmaslik va albatta bu geologiyasidan kelib chiqqan holatda nisbatan binoni juda ham yengil qilib beradi. Yaxshi gazoblok tanlaganimizni plyus tarafi nimada bo'ladi? Geometriyasi tekis bo'lgani uchun ertaga fasad ishlarida ortiqcha shkaturka, dekorativ qoplamalarni bo'yicha tekis chiqarib berishga yordam beradi. Yaxshi sifatli gazoblok. Bu gazoblok afzalliklari yong'inga chidamli bo'ladi. Akustikasi juda ham yaxshi bo'ladi, shum izolyatsiyasi. Undan tashqari qurish jarayonini ancha-muncha tezlashtirib beradi. Bitta gazoblok bir necha qator g'ishtni o'rnini egallab bera oladi. Shuning hisobiga qurilishimiz tezlashadi.